Metor? Hamma ustaxonadan ketsin, joningizdan umidingiz bo'lsa shoshiling. Voy, sizlar ham shu yerdamisiz? Senga yordamimiz kerak deb o'yladik. Ishlaring joyidami? Qanaqasiga joyida bo'lsin, bu yerga bomba qo'yilgan, tezroq keting. Nima? Metor, Nima bo'ldi? quloq sol Metor. Portlash uskanasi senda. Ular seni Makvinni qutqarishga borishingni bilishgan. Hushingdan ketganingda havo tozalagichga bomba o'rnatishgan. Dahshat. Metor, topilibsan-da. To'xta, menga yaqinlashma. Metor, sendan rosa xavotir oldim. Menga yaqinlasha ko'rma. Ahvoli yaxshimi? Ha, yaxshi, yaqinlashma. Qayoqqa? Shoshmasang-chi. Shoshma. Juda qiziq bo'ldi-yu, trassaga shatakka oluvchi mashina chiqib ketdi. To'xta, qayoqqa? Odatda yo'l xizmati trassaga avtohalokatdan so'ng chiqardi. Shoshma, uni Makvin quvib ketyapti. Metor, qayoqqa? Yaqinlashma, mendan uzoqroq tur. Xafa qilganim uchun kechir. Kel, yarashaylik. Kechira qol. Axir do'stlarmiz-ku. Ular trassada suhbat qurishyaptimi? U qanaqa mashina bilmayman, ammo teskari yurish bo'yicha usta ekan. Qoyil. Menga yaqinlashsang portlayman. Mayli. Portlaganing yaxshiroq, ichingda saqlama. Seni xafa qildim, tan olaman. Portlasang ham mayli, xafa bo'lmayman, do'stim. Yo'qol. Yo'q, hech qachon. Yana yaqinroq. Metor, endi bizni hech narsa ayira olmaydi. Makvindan uzoqlashish kerak. Buyruq bajarildi. Voy, oyijon. Voy, bu nimasi? Bo'lishi mumkin emas. Chaqmoq Makvin shatakka olinganicha reaksiya tezlikda olg'a intilmoqda. Professor qochib qoldi. Makvinni yo'q qila olmadimi? O'zimiz yo'q qilamiz. Xolis, siz Metorni qutqaring. Xo'p bo'ladi. Bu nima edi? Tezroq, professor. Yana ketishingizga yo'l qo'yadi deb o'ylaganmidingiz? Kranni qo'yib yubor. Hech qachon. Hozirgina o'tishdi. Taslim bo'ling, Makmislo. Metor, to'xta. To'xtasam hamma portlaydi. Yo'q.